Shuni biz berganmiz, ishini akamiz qilgan. Assalomu alaykum. Qadrixon aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Bu ishlarda har bir tochkasini bir chekkadan bizga tushuntirib bering. Obunachilarimizga qiziq, yozgi oshxona. Aka, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Abisovich negishdan chiroyli qilib urganmiz. Bu yerda gaz plitamiz bor, panelli gaz plita deydi. Bu yerda zakatochniy stol. Hop, keyingisi 16 litrli qozon, shashlichli mangal bu. Hop, keyingisi 30 litrli qozon и moyka bor chekadi. Chiroyli qilib Abisovich negishlarni bitkizib, egalariga topshirganmiz, xudo xolasa. Mana shu общий turishi necha pulga bitgan? Xo'p, bu $1300 bitgan. Buni hamma bitishi faqat xizmatini o'zi. Plyus nimasi ham bor. Orqa tomonda tanduri ham bor. Bu tandur bilan tandur bilan bilaman. Tandurni ham video davomida ko'ringlar. Mana bu mangal ichiga огнеупорный g'ishtda urilgan. Bu yerda shu hamma pishirsa bo'laveradi. Go'sht, setkada stek, shunaqa narsalar pishirib. Mana bu ikkala qozonni mo'ris ko'rinmayapti. Dadaxon aka, mo'ris qayt etgan. Ikkala qozonni mo'risi shu mangalimizga ulanib bitta bo'lib tepaga chiqib ketadi. Qo'ymadingiz. Shuni hisobiga chiroyli bo'lib chiqadi. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qiling. Usta akamizni biz orqali topishingiz mumkin.